Ona bir kuni joy namozga charchab tahajjud namozini yiqiladi. Ona uxlab qolib bir tush ko'rsa tushlariga Ibrohim alayhisalom kirib, "Ey ona, seni duoing mustajob bo'ldi" dedi. Ona uyg'onsa tush ekan, tong mahal ekan, farzandini uyg'otsa Buxoriy ko'ring. Niyat qilamiz, bosh taraflarga kelinglar, suhbat so'ngida duo qilamiz. Ajr mukofot Alloh niyatlarimizga bersin. Yigitlar yonimdan kelamiz, qizlarimiz ko'rganmiz. Imom al-Buxoriyni eshitamiz, 2 yoshda ko'zi ko'rmay qolib, diqqat qiling. 4 yoshligida onaning duosini Alloh taolo mustajob qilib qo'ydimi, zehnni qo'shib qo'yadi. Imom al-Buxoriy 9 yoshida hofizi Qur'on bo'ladi, qori bo'ladi. Imom al-Buxoriy 10-11 yoshga to'ladi, 70 mingdan ziyod hadisni yod bilib oladi. Imom al-Buxoriy 16 yoshga to'ladi, Buxoroda taniladi. Hech kim Buxoriyga dars berolmay qoldi. Qalbiga Ka'ba, Baytullohga soladi. Niyat qilinglar, keldingizlar. Niyat qilamiz, suhbat so'ngida Ka'baga ham Alloh hammamizda har birimizni takror yetkazsin. Amin. Eshitamiz. Imom Buxoriy 16 yoshligida Ahmad ismli akasini olib, onasini olib, karvon bilan Ka'baga bordi. Haj arkonlarini tugatib bo'ldi. Onam akani Buxoriy yo'liga solib, Buxoriy qoladi Makkada, Madinada, Bag'dodda, Shomda, Basrada, Mushofirda 20 dan ziyod islom diyoriga qoladi. 1080 so'zdan taqsimda bo'ladi. 600 mingdan ziyod hadis to'playdi. O'shalarning ichidan sahih, ishonchli, to'g'risi 7275 tasini ajratib, Al-Jami as-Sahih kitobini orqaga Arabistonda ko'chiradi. Dunyo imomlari imomi. Muhaddislar sultoni degan maqomni arab diyorida oladi. Vatanga muhabbat bilan, sadoqat, sog'inch bilan 58 yoshda vatani Buxoroga qaytib kelsa, ona aka qarindosh vafot etgan.